Satrançlarning chechi nima uchun tushmaydi degan joyda, chunki ular atiginisi chach yuyishni odat qiladi. Kunda atiginisi qanday qildi degan joyda o'zining sotdi obrazida o'ngishg'ach chechini yuydi. Ig'ir darajada chach tushayotganlar atiginisi qanday chach yuyishni odat qilib bersanglar, chechinglar tushishdan to'xtaydi. Nemishqa degan joyda odamning bosh terisi badani mayli holatda. Kech uxlagan joyda mayni qanday qildi degan joyda may ishlab chiqirdi. Şuna biz gündelik maylarni çaş sopunda yuyish orqali, tozalash orqali çaşning yiltizini chiqitamiz. Şuna eğer derece çaş tushayotganlar bo'lib qolsa, bir hafta atiginsi mashg'ulotni to'g'ri qilgan asosda çaş yuyishni odat qilib bergan chog'da eğer derecede çaş tush to'xtaydi. Buningda diqqat qiladigan ish nima degan chog'da bosh terisiga, çaşning suftiga mos keladigan çaş sopini tanlash eng muhim ish. Çaş juğan bilen çaş düşün toxtama deb başning terisini asas qilgan çaş sopini ishlatmasak, yana toxtamaydi. Şunlaşqa başning terisini, çaşning yiltizini qanda asas qilgan holatda çaş sopini ishiltish orqali kunda atiginsi çaş yuyish orqali qanda eg'ir darajada çaş tushayotgan bo'lib qolsa, to'xtatgan bo'ldi. Nurg'un xonim qizlarning chechi hozir qanday bo'lib ketdi degan joyda bek paqpaq bo'lib ketdi. Mazavlab ketdi. Nemishqa degan chog'da bidra qilishdan, bo'yashdan. Sizlar chechinglarning supini asos qilib, yana supini ishiltyapsizlar. Nemishqa mening chechim paqpaq bo'lib ketdi. Mazavlab ketdi deb chach suv to'liqlaydigan qanda, may to'liqlaydigan chach supinlarni ishiltyapsizlar. Xato qarash bu. Nima uchun degan chog'da biz eng avval chachning yiltizini asos qilamiz. Çaşning supitini qanday asos qilamiz degan chog'da sirtdagi satrashxonlardagi, do'konlardagi qanday yin-yang chashning qanday supitini asos qila oladi. Chunki chashning xunfasi yin-yang chashning qasriqchisini italaydi. Chach yana qanday siliq holatda bo'ldi. Lekin chach tushish, chach maylishish, boshning terisi qichishish, kepek bo'ldigan, andan keyin gada chiqadigan manda ahvollarni baş terisini asas qilgan holatdagi chach supini ishlatsak, mushu ahvollar tüp yiltizdan qanda o'ngishiladi. Shunga chach juğa vaqtida, asirga vaqtida chachning supini asas qilmaymiz. Baş terisidagi chach yiltizni, chachning qanda boshning terisini shuni asas qilgan holatda chach supi ishlatsangiz bo'ladi. Endi o'zinglarning chechiga qanday chach supini mos kelganligini bilmasanglar, qaysi holatdagi chach supini ishlatishni bilmasanglar, aloqalasanglar bo'ldi. Chechinglarning supini birli qarab men qanda chach supini mos keldi, men parlab bersam bo'ldi. Eg'ir darajada tushayotgan bo'lib qolsa, to'xtatib bersam bo'ldi. Telefon nomeri 133 99 780 745.